Ustaga siz mana qilib qiynalib o'tirish shart emas. Mana oyna chekalarga borki, universal dekor siz uchun mana dekor mahsulotlarni ishlab chiqarib qo'ygan-ku, agarda sizni uyingizda hali ham oyna chekalari qilinmagan bo'lsa, aka, arzon pulga mana shunaqa narsa qilish mumkinligini bilarmidingiz? Narxini mana shu video davomida aytib o'tganman. Videoga prosta hozir like bosib qo'ysiz bo'ldi. Bu abnalishkalarimiz aka, xohlasangiz 12, xohlasangiz 18, xohlasangiz 15 santimetrda istalgan razmerda, istalgan figurada qilib bera olishimiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, mana abnalishkalar narxi taxminan 15 ming so'mdan, padakonlik va karnizda 25 ming, 30 ming so'mdan aylanadi. O'rtacha hisobda bitta romiz 150 ming so'm, 170 ming so'mga aylanadi. Agarda sizni devorlaringiz hali suvolmagan bo'lsa, lekin izolyatsiya qilish kerak bo'lsa, siz uchun maxsus terma panellarimiz bor aka. Bu terma panellaringizdan ursangiz ham sinmaydi, ochangiz ham sinmaydi. Xullas mustahkamligi universal dekor javob beradi. Eng asosiysi bu terma panellarimiz sizga issiq suvni ushlash uchun ham xizmat qiladi. Agar sizni uyingiz oynalari hali ham abnalishga qilinmagan bo'lsa, taxminan romiz 5 ta bo'ladigan bo'lsa, kim undoq hisoblaydi 600 ming so'mga ham bormayapti romingiz aka. Xullas aka, agar sizga shunaqa mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana profil o'tib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi, yoki xuddi shunaqa do'stingiz bo'lsa, hali oynalar abnalishga qilinmagan bo'lsa, tashlab qo'ysangiz, ular uchun foydali bo'ladi. Bizani kuzatishda davom eting, sog' bo'ling. Eng asosiysi sizni issiq suvg'iz o'ylayotganlardan yomon gomonda bo'lmang. Assalomu alaykum.